Buxoro viloyati fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan aholining shaxsiy ekin maydonlaridan foydalanish bo'yicha olib borayotgan izlanish, tashabbus va to'plangan tajribalarni o'rganish jarayonlarini davom etmoqda. Ishchi guruhning navbatdagi manzili Kogon va Jondor tumanlari bo'ldi. Bugungi kunda Kogon tumanidagi 20.928 ta xonadon ixtiyorida jami 2500 gektardan ortiq ekin maydoni mavjud. Ayni chog'da tumanda bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ko'lamli keng ishlarga qo'l urilmoqda. Masalan, Saroyon qishloqida istiqomat qiluvchi namunali tomarqachi Said Narziyevning yerdan foydalanishdagi o'ziga xos yondashuvlari ishchi guruh tomonidan yuqori baholandi. Ayniqsa, uning qulupna yetishtirish sirlarini puxta o'zlashtirganligi oilasi uchun qo'shimcha daromadini oshirmoqda. Bir so'ttiq joyga 650 ta nihol ketadi. 2 so'ttiq eksa agar hozir bizga bergan 2 so'ttiq qilingan, 1 so'ttiq subsidiyaga, 1 so'ttiq kreditga berilgan 650 tadan so'ttiqiga nihol ketadi. Hozir 2 so'ttiq joyga ekkanmizda sherga kamiga niholini o'zi o'tgan yil mayga ekkanmizda niholini o'zi kamiga bir 10 ming ta nihol bor. Daromadi masalan o'sha 1000 so'mdan sotgan taqdiringizga ham niholni o'zini 10 million sotishi mumkin. Hozirgi kecha kunduz aholining tomarqa ortidan doimiy va qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishi uchun imkoniyat eshiklari ochiq. Jondor tumanidagi Iftixor qishlog'ida yashovchi Og'abek Ostonov ham yosh bo'lishiga qaramay bunday imkoniyatlardan samarali foydalanmoqda. U turmush o'rtog'i bilan kichik maydondan katta daromad olish yo'lida doimiy izlanishda. Bu yil yosh oila birinchi marta gidroponika usulida qulupna yetishtirishni tajribada sinab ko'rmoqda. Tajriba esa o'zini to'la-to'kis oqlayapti. Hosil berib turibdi. 10-15 kunda uzog'i meva terishni boshlaymiz. Shu qishloqda istiqomat qiluvchi Shohruh Jo'rayev esa issiqxona sharoitida bodringdan yuqori hosil olmoqda. Yer tilini, ishning ko'zini biladigan tomorqa egasi kelgusida yangi loyihalar ustida ish olib borishni rejalashtiryapti. Bunda oila a'zolari unga yaqin ko'makchi bo'lishmoqda. O'shinchi mavsumda bodring yetishtirib, bu narsani hosilni olib sotishni boshladik. Bundan keyin gidroponikani rejalashtiryapmiz. Yerga emas, tuvakka rejalashtiryapmiz-da, uni hosili ham, foydasi ham yaxshiroq. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan olib borilayotgan o'rganishlar jarayonida mutaxassislarning yer egalariga berayotgan maslahat va amaliy yordamlari to'kinlik poydevorini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.